dadam bizni tashlab ketgandi. Unga unday balo kerak emas deb. Farzandning uvoli urishdan cho'chinglar azizlar. Bolada nima ayb? Alloh shunaqangi dard sinov beribdi. Yolg'iz ona o'zlari 3 ta bolani katta qilyaptilar. Nima qilishni ham bilmayaptilar. Biz hozir mana Surxondaryo viloyati Muzrabot tumaniga tashrif buyurganmiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz Surxondaryoga 14 soatlik yo'l bosib keldik azizlar. Shunchaki sayohat kelganimiz yo'q. Mana shu haqiqiy haqdorni uyidagi holatini ko'rib, uy sharoitini ko'rib, mana bemor bolachamizni holatini ko'rib, video murojaat orqali sizlarga ishonch hosil qilib, sizlarga taqdim qilyapmiz azizlar. Bu bejizga emas. Bu videomiz hozir sizning oldingizdan bejizga chiqqani yo'q azizlar. Albatta befarq bo'lmang.